Avtotransport vositasini olib qochish jinoyatlari tahlil etilganda aynan haydovchilarning o'z mulki avtotransport vositalarida kalitni o't oldirish joyida qoldirishlari yoki zarurat uchun biror joyga, masalan, do'konga, bozorga, xonadonlariga birrovga kirib chiqish uchun eshikni ochiq qoldirib ketishlari sabab bo'layotganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchilardan transport vositalarini belgilangan joyda ochiq holda qoldirmasliklarini so'raymiz. Ko'kdala tumanida viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari ishtirokida avtomashina o'g'riligi jinoyati muhokamasi bo'lib o'tdi. Ko'kdala va Chiroq tuman hokimliklari, mahalliy yettinliklari, maktab va maktabgacha ta'lim bo'limlari, maktab direktori va o'qituvchilari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan muhokamada jinoyatni sodir etilishi, bunga shart-sharoit yaratgan omillar atroflicha tahlil etildi. Tadbirda so'z olganlar Samarqand viloyatida yashovchi Amirov oila a'zolari bilan birga o'ziga tegishli Nexia 1 rusumli avtomashinada Ko'kdala tumani Xo'jobod mahallasida yashovchi qarindoshining yashash uyiga kech soat 18:00 larda mehmonga keladi. Avtomashinani qarindoshining uyining orqasiga ochiq holda, kalitini ham o'zida qoldirib mehmondorchilikka kirib ketadi. Shu kuni soat 21 lar atrofida yashash uyiga qaytish uchun mehmondorchilikdan chiqib, avtomashinasi turgan joyda yo'qligini biladi va bu vaqtda viloyat ichki ishlar boshqarmasi 102 xizmatiga xabar beradi. Holat yuzasidan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida avtomashina Chiroq tumani Beshchashma mahallasida haydovchisi bilan ushlandi. Avtomashinani olib qochgan shaxs Chiroq tumanida yashovchi voyaga yetmagan Oqmirzayev ekanligi ma'lum bo'ldi. Ota-onalar tomonidan farzandini nazoratsiz qoldirish, maktab ma'muriyatining ham bunga e'tiborsizligi, mahalla faollari kimning bolasi nima ish bilan mashg'ulligiga panja orasida qarashi bu turdagi jinoyatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'layotgani tanqid ostiga olindi. Muhokamada avtomashina o'g'riligi jinoyatlari ham tahlil etilib, bunga haydovchilarning o'z mulki avtotransportining kalitini o'zida qoldirishi, do'konga yoki zarurat uchun biror joyga, birrovga kirib chiqish uchun eshikni ochiq qoldirib ketish sabab bo'layotganini ta'kidlandi. Natijada bu holat o'g'rilar uchun ayni muddao bo'layotgani ishtirokchilarga tushuntirildi.